Bu videoda biz 1000 so'mlik tangadan nimalarga almashtirish mumkinligini ko'rib o'tamiz. Cho'zmaymiz, qani bo'lmasam ketdi. So'lab biz 1000 so'mlik tangani almashtirishga hozir to'pan yo'llarga keldik. Opa. Salfetkaga almashtirdik. Endi esa keyingi ishtirokchiga qaytdik. Salgina o'tgandan keyin bitta opaga ko'zimiz tushdi. Ya'ni u kishi skameykada turgan edilar. Biz u kishiga borib, challenge haqida salgina ma'lumot berdik. Opa xo'p dedilar va 1000 so'm tangani olib, bizga salfetka berdilar. Salfetka yo 3000 5000 turadi. 3000 yoki 5000 turadigan salfetkani berdilar. Va biz qarochi o'rtoqlar, biz birinchi ishtirokchidan salfetkaga almashtirdik. Salfetka bilishimcha 3000 yoki 4000. Biz endi buni yana nimadir almashtirishga qimmatroqga almashtirishga harakat qilamiz. Bizani bunaqa stavkamizda 100 ming 200 minggacha borish va uni nimadir qilish. Buni esa video oxirida bilasizlar. Bizada o'xshadimi yo'qmi? Oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Keyingi ishtirokchiga ketdi va biz yana yo'lda davom etdik. O'rtoqlar, va yana salgina yurib, bir odamni uchratdik. Va unga men taklif etdim. Shu salfetkani nimaga almashtirasiz deb rus tilida. U dediki, yo'q, men hech narsaga almashtiradigan narsam yo'q dedi. Lekin uni paketda 100 xildan narsalar bor edi. Eng achinarlisi shu edi. Qarochi o'rtoqlar, biz tangani salfetkaga almashtirgandan keyin biz Buxorodagi eng katta do'konlardan biriga keldik. Buxoro savdo majmuasiga. Endi bu yerda almashtirishga harakat qilamiz. Keyin biz yana davom etib Buxoro savdo majmuasiga, ya'ni Buxorodagi eng katta do'konlardan biriga keldik. Bu eksperimentdan keyin meni odamlarga qarashim boshqacha bo'ldi. Ya'ni odamlar vahshiy bir nima deydi, kameradan qo'rqishadi o'rtoqlar, 21-asr, lekin kameradan qo'rqishadi. Shuning uchun biz bu eksperimentdan ko'p xulosalar olyapmiz. Bironta qimmatroq narsaga farqi yo'q, bu narsaga. O'ziga bor. Salfetkaga, o'z tanga, salfetkaga keldik, tangadan. Men tangadan salfetka. Kunning oxirigacha, qani nimagacha boramiz. O'shani sinab ko'raman. Farqi yo'q, o'zingiz bilasiz. Zaman yo'qmaymiz. O'zingiz qancha chiqarasiz? Ha? Siz ko'rinmaysiz. Rostdan ko'rinmaysiz. Bir shunday birinchi odamni ko'rdik. Lekin unga borishga uyaldik. O'sha birinchi odamning yoniga borishga keyin qaror qildik. Salfetkani nimaga almashtirdingiz? Ne o'ylaylik? Sizga 5000 ga almashtirdingiz. Rahmat. Shu bilan biz salfetkani 5000 ga almashtirdik o'rtoqlar. Dahshat, ha? Lekin dahshat. Salfetkani 5000 ga. Bu rezultatdan men juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bloger edik, YouTube'ga videolar ko'rgandik-da. Uzr. Shu bilan yana odamlarga bordik. Faqat отказ javobini oldik. Ya'ni kameraga olmanglar degan javobni. Biz keyin mayli dedik va salgina o'zi hayajonlanish bo'ldi. Odamlar bilan kamera bilan borsang bermaydi. Bez kamera bo'lsang beradi. Biz shu bilan security kamera qilishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Bloger. Va o'rtoqlar, birinchi kunda biz to'g'risini aytsam 4-5 soat yurdik. Ya'ni o'sha Buxoro savdo majmuasining yonida kamida 2 kilometr yurdik. Va birinchi kunimiz tugadi. O'rtoqlar, biz ikkinchi kunga o'tamiz. Bizning hozirda narsamiz 5000 ga aylandi. Endi bu 5000 ni yana odamlardan ko'paytirishimiz kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Biz kunning oxirigacha nimaga almashtirib bilamiz? Meni o'ylashimcha bir 50 mingcha bo'lishi kerak. Hech nima demaymiz, keyingi odamlarga ketdi. Samir, sen nima deb o'ylaysan? Kunning oxiriga. Men o'ylaymanki, kunning oxirigacha biz 50 mingdan ko'proq ishlaymiz. Ikkinchi kun o'rtoqlar. Biz Buxoro savdo markaziga piyoda bordik. Sababi 5000 dan pul yo'qotishni istamadik. Shuning uchun u yerga bordik va yana birinchi kundagi hissiyotlar. Biz birinchi odamga borishga uyaldik.
akaga bordik, birga bordik va men u kishiga aytdim. Shu narsani nima salfetka edi. Ha, yo 5000. Va shu 5000 nimaga almashtirasiz dedim. Va u kishi aka tojik edilar. Yo'q, meni kameraga olmang deb. Shu hodisa sodir bo'ldi. Son. Ash 5000 nimaga almashtiradi? To'layotganingizda tangadan hali bir. Tanga. Fiksat bor. Tanga. Qancha turadi? 2000 tagara 5000. Rahmat. Bunga berasiz. Bironta qizga. Короче, o'rtoqlar, biz mana bu nimadirchaga almashtirdik kremga 5000, 15000 deyishadi. Ton bu. Samir, короче, bunaqa. Nima bu? Lagu. Qancha turadi deb o'ylaysan? 20 ming lagu. Apala 15-20 ming deyishdi. Buni bilmaymiz. Little power. Beautiful. Lips. Lagu. Короче, o'zi qiz topish kerak. Normal. Keyin o'rtoqlar, biz u akadan keyin hayajonimiz salgina yo'qoldi. Ya'ni odamlarni borishga qaror qildik. Shu bilan aylandik va skameykada o'tirdik va o'zimizga kerakli ikkita qizni topib oldik. Ularning yoniga bordik, tushuntirib berdik. O'zingizlar ham ko'rdinglar hozir. Aytdik shuna dedik va 5000 ni ular qanaqadir bir kremga almashtirishdi. Shu bilan biz Buxorodagi eng mashhur blogerlardan biri Baby Nilushkani uchratdik. U kishi beauty kosmetolog ishlari, u kishini biz orqalaridan boraman deb ulgurmadik, yugurdik. Lekin u kishi ishxonalariga yugurib ketdilar. Shu bilan biz qaror qildik. Do'sto, Baby Nilushkani kutamiz, chunki u beauty va bizdan mazam qanaqadir krem deylik, o'shani berib biz nimadir almashtirmoqchi edik. Shu bilan kutdik va men Samirga aytdim. Agar men o'sha kishini chiqsalar, agar o'sha kishini yonlariga borib aytmasam, "Sen mujik emasman" dedim. Va u kishi chiqmadilar. Assalomu alaykum. Nimaga almashtirib bo'ladi? Buenas. Men nimadirga? Almashtirib beradi. Ha, rahmat. Shu bilan biz odamlar u yerda kam edi, odamlarni uchratmasdan uyga borishga qaror qildik. Chunki savdo majmuasida odamlar vaqti yo'q edi. Soat почти 8 bo'ldi. 8 kechasi biz uyga borishga qaror qildik va Shu yerda важный новость. Shu videodan edit tayyorlaylar. Men bilan Samirni отметка qilinglar. Biz o'zimizning istoriyamizga qo'yamiz sizlarni. Agar dahshatlari chiqsa, 3 ta kishi bilan video olaymiz. Let's go. Bitta skameykada o'tirgan opani ko'rdik va opani yonlariga borib, shunday aytdik. Mana videoga olmanglar dedilar, lekin magazindan narsa olib beraman dedilar. Biz yo'q, kerak emas. Pulini bersangizdan ham bo'ladi dedik. Va u kishiga kremni berib, u kishi kremni 10 ming so'mga almashtirdilar. 10 ming so'm. Короче, o'rtoqlar, biz hozir o'sha kremni mana 10 mingga almashtirdik. Endi 10 mingni yana stavkalarni baland qilib, yana nimadirlarga almashtiramiz. Bizga soat kunning oxirigacha hamma natijalarni bir qilib sizlarga oзвучить qilamiz. Sizlarga vaqt cho'zmaymiz, ketdik. o'rtoqlar, shu deyishni qizdan keyin biz yo'limizni davom ettirib aylanishga qaror qildik. Короче, o'rtoqlar, biz bilganlaringizga soat 6lardan beri yuribmiz. Bu yoqda, ya'ni 2 kundan beri syomka bo'lyapti. Bu ikkinchi kun уже. 2 kunga 10 ming. Normal deb o'ylayman. Shuncha mehnat uchun albatta like so'rang, bosinglar. Biz qanchadan beri like so'rayapmiz video boshlagandan beri. Shu 2 kunlik mehnat uchun like. Samir bilan sport o'rdik, kecha bordikmi yo'qmi deb kecha borgan ekanmiz. O'sha uchun Samir qoldi sportda. Men bilan sport urmaslik kerak ekan Samir. Bir marta qildim. Nima? 1000 tadan. 1000 tadan hamma qildim. Biza odam xotir. Yangi o'chiribdi. Reklama. Ha, shuni aytib o'tiraman-ku. Yangi o'chirgan deb. Spokojniy reklamada ularga o'zi. Spokojniy reklama, kibir alfa sport.
Spokojno. Reklama. Bizga reklama beringlar, arzon narxlarda borib reklama qilib beramiz. Tushunaymi Samir? Eng arzon narximiz $1000. Buncha arzon. $2000. Samir realni говорит. Tiling aylamayapti. Ha charchadim-da. Am charchadi? Moyani ishlatib ushlab ketyapman. Nifiga себе, maki. Odam. Yo hayvonmisan? Mushuk masalasi. 15 yil. O'zi tug'ilgan kuningga o'yndirib beribdi. 15. 15 ga kiraman. Qachon kirasan? Olib kirmabsan. Shuncha yil. Hay. Hay. Tamam, Samirga o'zinglar podarka berishlari mumkin. Kartangiz qoldi. O'rtoqlar, biza kremni 10,000 so'mga almashtirib, nasriyamiz просто bomba bo'ldi. Shu bilan biza nasriyamiz zo'r bo'lgandan keyin aylanishga qaror qildik. Restoranlarning yoniga bordik, u yerda aylandik va soat 10 bo'ldi. Kameraga olmang. Mountain Dew oldik. Samir cho'kdi. Intervyu. Qancha suv oldik. Ya. Endi men aytaman. 2 kun ichida bitta Mountain Dew. Kim o'rtoqlar? Undan ko'ra turib ishlaylar. Cho'zim motivatsiya turib ishlaylar. Keyin biza o'sha odam topolmadik, ya'ni qorong'i odam topishga erindik. 5 soatdan beri yuramiz o'rtoqlar, tasavvur qilinglar. Piyoda borib, piyoda kelyapmiz. Keyin biza magazinga kirishga qaror qildik. Suv olishga kirib, biza napitka oldik. 7000 gami? 7000 ga biza napitka oldik. Va chiqib molda ichdik. 7000 ham ichib Samir hammasini tugatdi. Mayli, hammasini emas, men ham ichdim. Yarımda içmişsin. Da. Mega. Suv olmoqchi edik, lekin biza suv olmadik. Mountain Dew oldik. Ya'ni mayli reklama bo'ldi, lekin biza jadniy bloger emas. Mountain Dew yozinglar, dahshat reklama qilib beramiz. Biza keyin olib, ko'chaga chiqib, jinniliklar qilib ichdik. Hozir ko'rdinglar ham. Shu bilan biza 1000 so'mni 10,000 so'mga aylantirib bildik. Ya'ni bu 2 kun, lekin hamma soatlarni qo'shsa 12 soatlar bo'ladi, ha? Da 12 soatlar. Karot qilib aytganda 10,000 so'm ko'zimizga tiqdik. Bundan 7000 ham ketdi. 3000 so'm qoldi o'zimizga. Ya'ni nimadirlar qildik uni. 1,5 so'mni. 1000 so'mni 10,000 so'mga aylantirib bildik va uni ham ishlatdik. Undan oldin Samir videoga oldimi yo'qmi bilmayman, lekin biz bitta blogerni uchratdik. Ya'ni u kishi bitta magazinning SMM bo'lib ishlaydi ekanlar. Aynimoning SMM va bizga taklif qildilar. Aynimoga obuna bo'lganmisizlar? U kishi bizga aytdilar, menga qarab aytdilar birinchi bo'lib, siz obuna bo'lganmisiz dedilar. Aynimo profiliga. Lekin men 2 kun oldin shu Aynimoga qarab turgandim, o'zi yuragim sezgandi. Obuna bo'laman degandim, lekin esimdan chiqdi. Qarorchi ko'ryapman. Mikrofon bilan o'sha kelyapmiz, mikrofonni qo'yaptilar. Aynimo profiliga obuna bo'lganmisizlar deb. Lekin biz obuna bo'lmagan. Obuna bo'lgan bo'lsak, krossovka berishlari mumkin edi. O'shani krossovkaga almashtirib bilardik. Lekin biz obuna bo'lmagan ekanmiz. U krossovkaning ismi Baldini edi, 300 ming turadi. Samirdan esa u qanaqadir deng? Baldini. Baldini 300 ming so'm ekan. Biz 1000 so'mni 300 ming so'mga aylantirishimiz mumkin edi. Bizaga omad kulib boqdi, lekin biz undan yaxshi foydalana olmadik. Shu bilan xulosa qilib bilamizki, 1000 so'mni 24 soat ichida 10,000 so'm. 24 soat emas, 12 soat. Agar bizada uyatchan bo'lmasangiz, işte bloger bo'lsangiz, lekin buni hech qachon qilishga maslahat bermayman men sizlarga. Chunki kim biladi qanaqa odamlar chiqadi. Shuning uchun bu ishni qilmanglar, lekin eksperiment 1000 so'mni biz 10,000 so'mga aylantirdik. Agar uyatchanligimiz bo'lmasa, undan ham ko'pga almashtirishimiz aniq edi, lekin biz qila olmadik. Shu gaplar o'rtoqlar. 1000 so'mni 10,000 so'mga aylantirdik. Sizlar bilan Java va Samir edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.